Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar, aziz muxlislarim. Bitta qo'shiq yozyapman. Nusxasi tayyor bo'ldi. O'zimni dadamni haqida bitta qo'shiq yozyapman. Hozir ozgina aytib beraman. Agar shu qo'shiq yoqqan bo'lsa, sizlardan iltimos bitta layk bosishlarini so'rayman. Dadajonim, mehribonim, daraxtlar ekib, shirin shakar mevasini totmay ketgan. Halol mehnat qilib rohatini ko'rmay ketgan. Bu dunyodan armon bilan o'tib ketgan. Farzandlar ko'rib to'ylarini ko'rmay ketgan. Bu dunyodan erta o'tib ketgan meni mehribonginam. Siz men mehringizga zor bo'lib o'sdim. Dilimdagi muhabbatim hollarida xorzor bo'ldim. Agar shu qo'shiq yoqqan bo'lsa, iltimoslardan bitta layk bosinglar. Hamisha meni qo'llab-quvvatlaydigan iltimoslardan 1 yildami yoki 8 yildami maxsus shu qo'shig'im abzat uni chiqadi. Bundan chiroyli qilib chiqaraman. Mana kechadan boshladim. Kuni kechadan boshladim. Hali uncha vaqtim bo'lmayapti ishlar bilan. Kechqurun 1 soat, yarim soat tiniqib qilib uyda qalonqalaga nima qilyapman, tayyorlayapman. 1 yildan 8 oydan chiqadi. Rahmat hammaga so'roq salom bo'linglar. Agar shu videom sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan vaqt bo'lsin, layk hech qachon ayamanglar. Iltimos sizlardan. Xayr sizlaring. So'roq salom xayr. Yana ko'rishguncha